Oshib ketaverdi. Bir xil babalar bug'doy ekkan ekan, bir xil babalar zig'ir ekkan ekan. Toshqa suvlar bug'doyga, zig'irga borib tushaverdi. Babalar selning shashtini ko'rib, babalarning ko'zi piyalada ishaverdi. Ana shunda Alpamış otdan tappa-taylab ot tugilmoqqa baylab. Xorjindan ottaboni olib, doiradan bir ottaba suv olib 10 rakat peshin namozga forig' bo'lib o'tib ketgan aziz avliyalarni yod etdi. Oshmoqqa qoyindir tog'larning beli, kalma shahodat o'qiydi musulmon tili. Tang bo'lmasin adashganning avholi, yo otingdan aynalay yo pirim ali. Bugun kelib taqdirima jilayman, shu doiradan o'tmasam ruh tuyganday qulayman. Zorim bor, zo'rlig'im yo'q, suvning piri suvimni qaytab taxt sulayman dedi. O'tib ketgan aziz avliyalarni yod etgandan keyin Oqsudari iki bo'linib og'averdi. Hey yelaman, horib charchab uzoq yo'ldan kelaman. Ukkaga bilasam bilmaysam men qo'ng'irotdan bo'laman. Haytlab tuyani Oqsuga sol dedi. Oqsudari shashtidan qaytdi dedi. Ana shunda 3 kunduzda o'tib olgan ekan, chodir chamonda tiga berdi, har joydan qo'nishni berib qo'naverdi. Birov o'choqni qo'yaverdi, birov qozonni qo'yaverdi. Esan aman doiradan o'tib oldik deb, birov jalpilab, birov qo'y so'yaverdi. Ana shunda Tavkayim bilan shu Alpamışning chakda hamsiyatava bo'lgan ekan. Tavkayning boshidan bir narsa sig'ib kelaverdi, odog'ini 9 kampir olaverdi. Qora mamaga qora toq, sari mamaga sari toq, Sulaymon otaga jalpilla borgandan keyin o'tkazamiz, Tavkayning 9 joydan tiyib qo'yaverdi. Bir mama asta qoshiga kelaverdi, bolam qo'yag'in, ichib ketyapti mama kuchim dedi. Mama joshlig'imda sening ham boshingdan ish bola o'tmaganmi? Balama dedi, joshlig'imda boshimdan ish bola o'tmab edi. Bir bobonga tegib edim, narda bo'lgan qovoq tegib edim. Bobongni yerkalab sevdim. Bobong cho'pon edi. Endi sirin savdoni ko'ramiz deganda, molning joyi vaqti bo'ldi, molni joyiga haydab ketdi. Ya oy jeb ketdi bobongni, ya bo'ri jeb ketdi. Bolam boshimdan ish bola o'tmab debdi. Yana bir mamasta qoshiga kelaverdi, bolam qo'yag'i, shu oyog'im. Dedi, joshlig'imga sening ham boshingdan ish bola o'tmagan o'xshaydi. Ha, bolama dedi, joshlig'imda boshingdan ish bola o'tmab edi. Bir bobonga tegib edim, narda bo'lgan qovoq tegib edim, bobongni yerkalab sevdim. Bobong mergan edi. Mergan bo'lsa bobonga merganlikni Xudo bergan edi. Endi sirin savdoni ko'ramiz deganda kiyikning go'shiga to'ydirayin deb tovga ketdi, ovga ketdi. Ya tovdan talab ketdi, ya zovdan talab ketdi. Bolam boshingdan ish bola o'tmab ketdi. Ikkoyim qurib o'tib ketgan ekanda. Sahar bo'lganda birgina ulg'ana judag'ana bo'lgana qo'lga olsa og'ida ko'zi jizlikning ko'ziday deb inga deb paydo bo'ldi. Bir xil mamalarda shoshirdi, bir xil mamalarda bor ekan to'shirdi. Ana shunda 620 ga bo'laverdi, yeganakdan tizasi chiqib qoldi. Bir mama turib aytdi, "Bachcha qara, bo'rining bolasi bo'ri bo'ladi, tulkining bolasi tulki bo'ladi. Tulkini olmasa yerga kulgi bo'ladi. Bular Alpamışdan belgi bo'ladi. Alpamışning enasi ham og'a to'g'da Alpamışni ko'zini yorganda, Alpamışni ham 620 ga bo'laverdi, yeganakdan tizasi chiqib qoldi. Bular shuning bolasi deb qo'ydi. Shu bachchaning charinasiga 9 kampirning 6 og'i bo'lgan ekan. Ishda mama qilgan ekan. Birov atala osyapti, birov kindigini kezyapti, birov Alpamışning oldiga sinchiga chiqyapti. Ullu bo'ldingiz bek deb Alpamışning oldiga suyunchiga chiqyapti. Ana shunda Alpamış bizanga oyoq tirab, murutni bir yeki burab, boynagi mamalarga qarab, "O mamalar, qo'ng'irotning bir urf odati bor. Bachcha tug'ilgandan keyin 40 kun chilla saqlaydi. 40 kundan keyin izimdan borasizlar, bachchaning otini qo'ygal" dedi. Men elime borayin, haqkim, nohaqkim, bevakim, becharakim, ochkim, to'qkim, sog'irkim, sug'urkim, hammasini bir tosh tarozi qilay. Ana ondan keyin qiyomat kunida solayin dedi. Qarang, eskida bachchaning chillasi chiqqandan keyin otini qo'yar ekan Eshon bobo. Hozirgida nariqa paydo bo'lgandan yozib qo'yadi daftarga.
esinden çıkıp ketmesin deb. Dostonning ham tarbiya so'zlari shu shahardan iborat. To'g'rimi aka? Ana shunda Alpamış jezdam keldi jo'rg'asiga deb boychivar otning sulovini chaynatib, qiliqsitib, o'ynatib, gazama-gaza oshib borayapti. Borguncha ham Alpamışning taqati jo'q ekan. Minib borayotgan boychivar otiga mamiz berib borayotgan ekan. Ko'pkari chapgan joylarni, ulag'ayirgan saylarni, chilik o'ynagan joylarni ko'rib, ko'ngli buzilib, ko'zdan yosh qatar-qatar tizilib minib borayotgan boychivarga Alpamışning mamiz berib borayapti. Qanday doston ana endi qiziq joyga kelyapti bobolar. Sana janda. Attı oynatı, oynatıb sulunu çaynatıb, Alpamış